Bizda taassurotlar qalay? Nima bu Mardon aka? Bu menimcha O'zbekiston hech qayerda yo'q. Hozir yoniga borib nimaligini ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Do'stlar, bu faqat chig'anoqdan tarkib topgan ulkan toshlar va mana bu yerlarning ham barchasi yaqinlashtirib ko'rilsa, chig'anoqlardan tashkil topgan. Bu nima degani? Bu Farg'ona vodiysi o'sha uzoq, balki million yillardir oldin faqat dengizning tumida bo'lganligini yorqin isboti. Mana bularni ham ko'rishlar mumkin. Dengiz qirg'oqlari, buni geograflar juda ham yaxshi biladi. Dengiz qirg'oqlari urilib shunaqangi relyeflarni shakllantirgan. Mana bu ko'rib turgan barcha sariq joylaring 100% shunaqangi chig'anoqdan iborat bo'lgan. Sizga qalay yoqdimi lokatsiya? Farg'onada ham bor ekan, shunaqa joylar. Ayniqsa buni fotosessiya uchun juda ham zo'r joy. Faqat do'stlarni iltimos qilamiz, kelgan do'stlar imkon qadar bunga ziyon yetkazmasdan tomosha qilishlarini yoki rasmga tushishlarini. Chunki buni bizni farzandlarimiz ham ko'rish kerak-da, to'g'rimi? Xullas, lokatsiyasini Farg'ona Discord Telegram kanaliga tashlayman. Ishoninglar, ko'z bilan kelib ko'rgan umuman boshqacha. Ormi aka. Juda ham chiroyli atmosfera. Xullas, Farg'onada ham shunaqa chiroyli joylar bor. Ko'rsatishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.